sen yegan ovqating dori bo'lsin. Nima yesang o'sha senga dori bo'lishi kerak ovqating. Agar yegan taomlar bir-biriga tarkibiy jihatdan mos kelishiga qaradimi? Oqsil bu go'shtli taomlar. Oqsil bilan uglevodlarni, ya'ni kraxmallarni birga tanovul qilish kerak emas. Nonni o'zi bilan salatlar bilan tushli qilib ketaveradi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan juda ham qiziq bir mavzu haqida gaplashmoqchimiz. Har bir inson uzoq umr ko'rishni va sog'lom yashashni xohlaydi. Mana shu mavzuda gaplashamiz. Men o'zim sog'lom turmush tarzi bo'yicha bir 20 yildan oshiq tajribaga ega mutaxassisman. Biz mana shunaqa Shifo Info degan gazeta chiqaramiz. 21 yil bo'ldi buni chiqayotganiga. Va bu gazetada butun dunyodagi aholining sog'lom turmush tarzi bo'yicha tajribalarini yoritib boramizda. Biz endi juda ko'p mamlakatlarda, ayniqsa mana o'sha sharq mamlakatlarida, Yaponiya, Xitoy, Hindiston, Tibet xalqlarining o'sha sog'lom turmush tarzi bo'yicha an'analari, urf-odatlarini o'rganib, bitta xulosaga keldim. Endi shaxsan o'zim bu Tibet tabobati men uchun eng ma'qul bo'ladigani bo'ldi. Nima uchun Tibet tabobati deb so'rash aniq. Ulardagi sog'lomlashtirish usullari juda ham sodda va tushunarli, bemalol har bir odam qo'llasa bo'ladigan usullar. Ular nimalardan iborat? 3 qismga biz bo'lib chiqdik. Birinchisi tibetliklarda ovqatlanish. O'ziga xos bir ovqatlanish tartibi bor. Men hozir asosiy mavzularni aytaman-da, keyin har biriga alohida to'xtalishga harakat qilaman. Birinchisi demak sog'lom ovqatlanish. Ikkinchisi mashqlar. Tibetliklarda butun dunyo tan olgan mo'jizakor mashqlari bor. 5 ta mashq. Mana shu haqida gapiramiz va uchinchisi bu meditatsiya. Meditatsiya bu xotirjamlik usuli. Mana shular haqida fikrlashamiz. Birinchisi demak ovqatlanish. Dunyoda tabobatni, salomatlikning otalari hisoblagan Gippokrat ibn Sino bobolarimizda shunday gaplari bor. Sen yegan ovqating dori bo'lsin deydi. Nima yesang o'sha senga dori bo'lishi kerak ovqating. Agar biron narsani dori deb yeyapsan, u ham ovqat bo'lsin deydi-da. Mana tibetliklar bizda ibn Sinoni bilmasa ham, lekin o'zlarini shu g'oyaga juda qattiq rioya qiladilar-da va ovqatlanishga juda katta e'tibor berishadi. Ularda ovqatlanishning asosida yegan taomlar bir-biriga tarkibiy jihatdan mos kelishiga qarashadi. Agar bir-biriga mutanosib bo'lmasa, bu ovqat zaharga aylanadi. Bular nimadan iborat? Ular yegan taomlarni endi 4 ta qismga butun dunyoda shunday tartib qabul qilingan, asosan 4 ta qismga bo'linadi. Biz yeyotgan taomlarning hammasi. Birinchisi oqsillar. Oqsil nima? Oqsil bu go'shtli taomlar, tuxumlar, sutli mahsulotlar. Ikkinchisi bu uglevodlar. Uglevodlar bu un mahsulotlari, nonlar. Kartoshka ham o'sha kraxmal bo'lsa ham o'sha uglevodlar tarkibiga kiradi. Yog'lar va ko'katlar. Endi ular e'tibor bergani oqsil bilan uglevodlarni, ya'ni kraxmallarni birga tanovul qilish kerak emas deb hisoblashadi. Mana bizda o'zbeklarda yaxshi bir odatlarimiz bor, o'zimizga mos. Go'sht bilan kartoshka qovurib yeyishni yaxshi ko'ramiz. Masalan, biz endi o'zbeklar go'sht bilan kartoshkani yaxshi ko'ramiz. Bizda o'zbeklardagi ovqatlanish tartibi juda madaniyatimiz yuksak, aytaylik. Biz juda ko'p rang-barang mazali taomlarimiz, dunyoga mashhur taomlarimiz juda ko'p, lekin o'sha mutanosiblikka biz ko'pincha e'tibor bermaymiz-da. Ular mutanosiblikda aytaylik, oqsil va go'shtli mahsulotlarni hech qachon non bilan yemaydi yoki kartoshka bilan yemaydi. Chunki tasavvur qiling, kartoshka va kraxmal oqsil bilan, ya'ni go'sht bilan birga bo'lgandan keyin ular tarkibiy jihatdan bir-biriga to'g'ri kelmay, oshqozonda bijirish boshlanadi. Va mana shu ham qonni quyuqlashiga va qator kasalliklarda rivojlanishga olib keladi. Endi tasavvur qiling, bizda o'zbeklarimiz ko'proq o'sha go'sht bilan kartoshkani qovurib yeyishni yaxshi ko'ramiz. Endi aslida bu usuldan tibetliklar buni tavsiya qilishmaydi. Biz ham aytgan bo'lardikki, bunaqa usuldan voz kechish kerak. Mana shuning uchun ham bizda o'sha qon quyuqlashishi, gipertoniya, qon bosimi degan kasalliklar ko'payib ketishiga mana shu ham sabab bo'ladi. O'sha kartoshkani men avval ham aytganman, kartoshkani yeyishda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Kim kartoshkani yaxshi ko'rsa yesa bo'ladi. Unda inson uchun foydali minerallar bor anchagina. Lekin kartoshkani hech qachon go'sht bilan aralashtirish kerak emas va qovurish kerak emas. Qovurilgan kartoshka yog'da qovurildimi, bu ham bir zaharga aylanadi.
O'shani demak go'shtni biz o'sha ko'katlar bilan nonsiz o'zini ko'proq endi qaynatib iste'mol qilgan ma'qulroq. Ular tibetliklar agar ovqatlanishini e'tibor bersangiz juda ajablanasiz. Bitta nonni o'zi bilan salatlar bilan tushli qilib ketaveradi. Yoki nimada nonushtaga ham kechqurungi ovqatlarda ham iloji boricha bitta ovqatni ikkinchisiga aralashtirmaslik harakat qiladi. Mana shu ularning asosiy g'oyasi. Ular keyin ovqatlarni chaynab yeyishga katta e'tibor berishadi. Bizda ham yaxshi maqollarimiz borda, uzoq chaynasang uzoq yashaysan deydi. Ularda sal boshqacharoq maqol. Sen deydi quyuq ovqatni ich, suyuq ovqatni ye deydi. Ko'ryapsizmi? Demak, quyuq ovqat bo'lsa shu qadar siz ko'proq chaynashingiz kerakki, u og'izda suyuq holatga kelsin. Suyuq ovqat, masalan, sho'rbani yeyotgan bo'lsa, iste'mol qilayotgan bo'lsangiz, uni shu qadar ko'proq chaynang va u quyuq holatga aylansin. Mana shunaqa ularning tartiblari bor. Ikkinchisi endi bu Tibet mashqlari haqida gaplashamiz. Tibet mashqlari 5 ta mashq dunyoga mashhur bo'lib ketgan mashqlar. Bular insonni sog'aytirib, tanadagi barcha kasalliklardan xalos qiladigan mashqlar. Endi tibetliklar avvalo aytish kerak, dunyoda eng uzoq umr ko'radigan xalq desa ham bo'ladi. Bularda 150-200 yil yashash, o'sha tibetliklarda ruhoniylari bor, lamalar deb ataladi. Mana shu Tibet lamalari 200 yil, hatto undan ham ko'proq umr ko'radiganlari bor. Qanday qilib erishadi bular deganda, aynan mana shu mashqlar, tibetliklarda mo'jizakor mashqlari. Nimani yevropaliklar buni butun dunyoda hozirgi paytda Tibet mashqlari, shu mashqlar juda keng tarqalgan va buni juda ko'plab, minglab, hatto millionlab odamlar ham shuni bajarib boradi. Jumladan bizning O'zbekistonda ham men yuzlab odamlarni bilaman, aynan mana shu Tibet mashqlarini qilib uzoq umr ko'rishyapti. Endi bu nimaga asoslangan? 5 ta mashq. Bir qarashda bular juda ham oddiy ko'rinadi. Juda ham sodda mashqlar ko'rinadi, lekin ular shu qadar mo'jizakorki, insonni tanasidagi hamma kasalliklarni chiqarib yuborib, insonni yoshartiradi. Ular nima deb ta'limot beradi? Ularning ta'limoti shundayki, insonni tanasi, mana bizda shunday biomaydon deymiz. Yoki ularda aura degan narsa bor. Aura bizni tanamiz atrofini qanaqadir bir ma'lum himoya qatlami o'rab turadi. Va tanamizni ichida chakra degan narsalar, o'ramalar bor. Tibetliklar o'rama deydi tarjimasida bizga, lekin hindlar buni chakra deydi. Hind ingliz tilida bular vihr deb ataladi. Mana shu 7 ta tanamizda 7 ta o'rama bo'ladi. 7 ta o'rama bular nima? Insonning tanasi ma'lum qismida o'sha katta tezlikda tanamizni o'shida aylanib turadigan oqim bor. Ana shu oqim mana shu, masalan, boshimiz tepasidagi bo'lsa, insonning miyasini ishlashi mana shu eng tepadagi chakrani aylanishiga bog'liq. Mana shu chakralar qanchalik sog'lom bo'lsa, demak insonda kasallik bo'lmaydi. Insonda modda almashinuvi bor. Inson juda ko'p hujayralardan trillion, bir necha trillion, hatto 4-5 trilliongacha inson biz hujayralardan tashkil topganmiz. Va bu hujayralar har kuniga 300 milliongacha hujayramiz o'lib, yangi hujayralar paydo bo'ladi. Ana shu sikl bor. Sikl degani o'sha ma'lum muddatda insonda mana shu hujayralar yangilanib turadi. Aytaylik, chaqaloqlarda bu kichkina bolachalarda bu 3 oyda, 6 oyda bir marta almashsa, keyinchalik 3 yilda, 7 yilda, mana shu 27 yoshga kirgan paytimizda bizda o'sha 7 yil mobaynida o'sha butun hujayralarimiz yangilanadi. Endi insonda shu o'ziga e'tibor bermasa, salomatlikka e'tiborsiz bo'lsa, mana shu sikl o'zgaradida, insonda o'sha modda almashinuvi sekinlashib qoladi, hujayralar almashinuvi sekinlashadida, oqibatda kasalliklar ko'paya boshlaydi va qarish jarayoni tezlashadi. Tibetliklar ana o'sha qarish jarayonini sekinlashtirish, iloji bo'lsa orqaga qaytarish usulini o'ylab topishgan. Mana shu aynan 5 ta mashq mana shu vazifani bajaradi. Bu mashqlarni bajarish mumkin, o'rganish mumkin. Biz Shifo gazetasi qoshida xuddi mana shunaqa mashqlarni, Tibet tabobatini o'rganadigan bir markaz ham ochganmiz. Mana shu yerda anchagina odamlar kelib o'rganyapti. Buni o'rganishni o'zini talablari bor, uni oddiygina mashq demadik. Buni endi ko'p savollar bo'ladi. Bu kimlarga mumkin, kimlarga mumkin emas?
qanday qilsa bo'ladi? Bu mashqlar avvalo hammaga mumkin. Yoshning chegarasi yo'q. 90 yoshdagi odamlar ham hamma qilishi mumkin. Faqatgina ayrim cheklanishlar bo'ladi. Bu ma'lum bir kasalliklarga uchragan odamlar, aytaylik, yuragida aytaylik stent qo'ygan odamlar bo'ladi. Yaqin orada operatsiyadan chiqqan odamlar bo'ladi yoki umurtqa pog'onasida keskin o'zgarishlar. Umuman shifokorlar bilan maslahatlashib ko'rilganda, agar jismoniy harakat taqiqlanadigan ma'lum bir kasalliklar bo'lsa, o'sha odamlarga cheklanadi. Qolgan hammaga mumkin. Bu mashqlarda doim bajarilib yurilsa, inson yosharishni boshlaydi. 1 yildan keyin, masalan 5 yilga, 3 yildan keyin hatto 10 yoshgacha yosharish mumkin. O'sha tibetliklarda o'zi bular tarixdan qarasangiz, bu mashqlarni umuman Tibet tabobat o'zini salomatlik sirlarini ko'p yillar mobaynida dunyoga oshkor qilmagan, yashirib kelganlar va mana shuni baribir butun dunyo ulardan voqif bo'lib, qanday qilib bu tibetliklar uzoq yashaydi degan savolga javob qidirib, Tibetga ko'p marotaba ekspeditsiyalar uyushtirilgan, olimlar borgan va nihoyat o'rganib, bundan salkam 90 yil oldin 1936-yilda amerikalik bir yozuvchi Peter Kilder degan odam mana shu tibetliklarni 5 ta sirini oshkor qilgan mashhur kitob yoziladi va bu kitob butun dunyodagi butun xalqlar tiliga tarjima qilinadi va jumladan o'zbek tiliga ham bu o'giriladi. Mana shu kitobni ko'rsatish mumkin. Mana yosharish sirlari yoki tibetliklarning 1000 yillik siri degan kitob. Bu kitob ham mana o'zbek tilida nashr qilingan. Bu bemalol topsa bo'ladi bu kitoblarni. O'sha kitob, demak, aynan mana shu qanday qilish kerak, nima qilish kerak, Tibet mashqlari hammasi shu kitobda bayon etilgan. Endi 3-chi mavzuga o'tamiz. Bu endi meditatsiya. Meditatsiya bu fikr kuchini ishga solib yosharish degan narsa bo'ladi. Bu hamma xotirjam bo'lishni xohlaydi, asablardagi stresslarni yengishni xohlaydi. Mana shu meditatsiya usuli bilan tibetliklar mana shu narsaga erishadi. Bular, men ham o'zim tibetliklarda bo'lganimda, tibetliklar yashayotgan joylarda bo'lganimda ko'p kuzatganman. Tibetliklar bir sokin joyda topib oladi. Aytaylik, sharsharani yonidami, suvlarda bo'yida yoki bir daraxtlarda salqin joylarda o'tirib, bir holatda o'tirib, mana shu jim o'tirib, o'sha butun xayolini, fikrini bir yo'nalishga boshqaradi va fikr kuchini o'zini salomatligiga qaratadi. Masalan, jimgina o'tirib, masalan, kasalingiz bor tanangizda, qayerdir og'riyapti, qon bosimi bor, qandli diabet bor. Har kuni masalan yarim soat o'tirib, butun fikringizni mana shu Allohdan so'rab, mana shu kasalim tuzalsin, chiqib ketsin hammasi deb ko'z oldiga keltirib, butun fikringizni shunga qarataversangiz, sekin-sekinlik bilan o'sha kasalliklar tanadan chiqib ketar ekan. Bular shuni kashf qilishgan va shu usuldan juda keng foydalanish. Agar Tibet tabobati sizlarda ham ozgina bo'lsa ham qiziqish uyg'otgan bo'lsa, marhamat, bizda izohlarimizda fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz keyingi ko'rsatuvlarimizda batafsil ma'lumotlar beramiz.